Assalomu alaykum. Injiniring konstruksiyasi fanida ikkinchi amaliy mashg'ulot po'lat prokatlarning sartamenti deb nomlanadi. Bunda demak quyidagi adabiyotlardan foydalanish imkoniyati mavjud. Demak, taqdim etilyapti. Reja. Po'lat prokatlar sartamentlari haqida tushuncha. Po'lat prokatlar sartamentlari bilan amallar bajarish. Men quyidagicha amalga oshiramiz. Metall zavodlarida asosan po'lat prokatlar ishlab chiqariladi. Ushbu po'lat prokatlarning xilma-xilligi ularni sortimenti deb yuritiladi. Metall konstruksiyalarni tayyorlash uchun metallurgiya zavodlarida ma'lum g'oz asosida, demak, po'lat prokatlar ishlab chiqariladi. Bularni po'lat tunikalar, ya'ni varaqasimon yoki rulon shaklida amalga oshiriladi. Rulon shaklida amalga oshiriladigan 3, 5, 4 millimetr bo'lgan qismlari demak rulon shaklida amalga oshiriladi. 10 millimetr yoki undan yuqori bo'lgan qalinlikka ega bo'lgan listlar demak nima qiladi? Varaqasimon listlar deyiladi va varaqasimon shaklda tashiladi va ishlatilishi mumkin. Burchaksimonlar demak ugovnik, bular demak teng yo'lli yoki teng yo'lli bo'lmagan qismlarga bo'linadi. Demak, bularni qanday qilib amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi? Mana burchaksimon metallar o'lcham qiymatlar sortimenti keltirilyapti. Bunda sortimentda demak birinchi qiladigan ishi bu eni, ya'ni teng yo'lli bo'lganda 50 ga 50, ya'ni 50 millimetr 50 millimetrda amalga oshirilyapti. Uni qalinligi 5 millimetr. Demak, kesimini yuzasi 1 metrni og'irligi, demak og'irlik maksimal masofasi, inersiya radiuslari, qarshilik momentlari, inersiya radiusi, statik moment, inersiya moment ko'rsatkichlari keltirilgan bo'ladi. Har bitta ugovnikni o'lchamiga qarab uni demak 1 metrni og'irligini yoki unda hosil bo'layotgan kuchlarni, soviy qarshiliklarni aniqlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Uchinchisi demak shvellerlar hisoblanadi. Bunda demak shvellerni balandligi uni nomerini ifodalab beradi. Bu mana shveller parami o'lchamlari va qiymatlari keltirilgan bu jadvalda. Birinchisida uni nomeri, ya'ni 12 nomerdan 40 gacha bo'lgan miqdorda amalga oshirilyapti. Keyingisi 1 metrni og'irligi keltirilgan, balandligi, endi geometrik o'lchamlari, ko'ndalang kesim yuzasi, inersiya momenti, qarshilik momenti, inersiya radiuslari, qarshilik momentlari va hokazo parametrlar keltirilgan. Bunda demak istalgan nomerdagi shvellerda quyida ko'rsatilgan parametrlarni aniqlash imkoniyati yaratiladi. Keyingisi qo'sh davr hisoblanadi. Bu qo'sh davr ham demak uni balandligi uni sortimentdagi nomerini ifodalab beradi. Bu nomeriga qarab demak barcha geometrik o'lchamlarini, ko'ndalang kesimlarini, 1 metrni og'irligini, qarshilik momenti, inersiya radiusi miqdorlarini aniqlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Keyingisi po'lat quvurlar, demak quyidagi ko'rinishda amalga oshiriladi. Ularning qalinligi, diametri bir-biridan farqlanadi. Keyingisi po'lat sterjellar, ya'ni profillar deb yuritiladi. Profillarni ham demak ularni kengligi, uzunligi, qalinligi demak keltirilgan bo'ladi. Keyingisi demak ayrim metall prokatlarni ko'ndalang kesim va undagi o'lchamlari keltirilgan. Bunda demak birinchisi mana A rasmdagisi teng yonli bo'lgan ugovnikni keltiryapti. Ikkinchisi teng yonli bo'lmagan ugovnikda amalga oshirilyapti. S rasmda demak shvellerni ko'ndalang kesimi keltirilyapti. D rasmda qo'sh davrda demak ko'ndalang kesimi keltiryapti. Uni x, y o'qlari demak qaysi yo'nalishda ishlatayotgan bo'lsa, inersiya moment, qarshilik momentlarini o'sha yo'nalishda hosil bo'layotgan miqdorlarini olish mumkin bo'ladi. Endi o'rgangan, amalga oshirilgan yoki ko'zda tutilgan parametrlar asosida quyidagi masalani yechib ko'ramiz. Temir darvoza tayyorlash uchun quyidagi po'lat prokatlardan foydalaniladi. Ya'ni po'lat tunuka
Kundalak kesim yuzasi 14 metr kvadrat, qalinligi 2 millimetr. Burchaksimon, demak 50 ga 5, uzunligi 40 metr. Demak, shiviller nomer 12, uzunligi 15 metr. Po'lat profillar, demak 8 ga 8 o'lchamga ega bo'lgan po'lat profil, uzunligi demak 20 metr. Topish kerak. Bitta darvozani qurish uchun necha kilogramm po'lat prokat talab etiladi? Agar po'lat prokatning 1 tonnasi 8 million so'm, birlamchi material xarajati qancha hisoblanadi? Demak, bu shu po'lat darvozaga ketadigan xarajatni va uni og'irligini aniqlash imkoniyatini yaratib beradi. Birinchisi, amalga oshirishimiz uchun, hisoblashimiz uchun ko'ndalang kesim yuzasidan foydalangan holatda uni hajmini aniqlaymiz. Demak, po'lat zichligi 7850, hajmini topib 7850 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak, po'lat tunukani og'irligini topishimiz mumkin bo'ladi. Burchaksimon 5 ga 50 ga 5 nomerdagisini sortimentga, burchaksimon sortimentiga qaytamiz va demak bu yerdan 50 ga 5. 1 metrini og'irligi 3,77 ekan. Demak, mana 1 metrini og'irligi 3,72 kilogramm ekan. Shu ko'rinishda topish imkoniyati yaratiladi. Shiviller nomer 12, demak shiviller sortimentiga o'tamiz va demak undan 12 nomerdagisini aniqlaymiz. 1 metrini og'irligi 14 kilogramm ekan. Demak, shundan topish imkoniyati bor. Ve 10,4 kilogramm. Po'lat profil 8 ga 8, 20 metr. Demak, qalinligi 2 millimetr yoki demak 3 millimetr tashkil etyapti. Uni hisoblab topishimiz uchun po'lat profilda demak hajmini aniqlaymiz va boyagidek po'lat zichligidan foydalangan holatda 1 metrini og'irligini aniqlab olib, demak undan 20 metr ishlatilayotganligi uchun 20 ga ko'paytirsak, po'lat profilda 20 metrini og'irligi kelib chiqadi. Barcha to'rttala miqdorlarini hisoblab topib, ularni yig'indisini aniqlaganimizdan keyin bizaga darvozani tayyorlash uchun qancha metal sarf ketayotganligi topiladi. Undan demak po'lat prokatni narxini aniqlashimiz uchun hisoblagan miqdorini tonnaga o'tib olib, demak 8 millionga ko'paytirsak, bizga po'lat darvoza uchun ketadigan xarajatni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Nazorat savollari, topshiriqlari, demak bu savollarga javob berib, o'rganilgan bilimlarning natijalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.